Assalomu alaykum hurmatli o'rtoqlar, bizlarni kuzatib boruvchi mijozlarimiz. Bugun 14-aprel 2026-yil Xitoy Xalq Respublikasida Zud zavodiga tashrif buyurganmiz. Bu zavodda hozir sizlarni shu ekskavator, har xil modeldagi ekskavatorlar bilan tanishtirib o'tamiz. Bizlarni kuzatib tursanglar, har xil modellarni ko'rsatamiz. 60 talik, 75, 95 talik, 150 talik modellarni ko'rsatib o'tamiz. Zavod ham вообще bahaybat, juda katta ekan territoriyalari. Bu ekskavatorni biz oldin 2023-yilda sotishni boshlagandik. Lekin zavodga mana endi tashrif buyurdik. Bu ekskavatorlarni hozir ko'rsanglar, o'zingizlar ham taniysizlar. Bu ekskavatorlarni bizda ko'pchilik Xitoy Dosani deb aytadi. Hozir bizlarni kuzatishda davom etsanglar, bittalab texnikalar bilan, xarakteristikalari bilan zavodda qanaqa yig'iladi, hammasini birin-ketin ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, bu Zud qisqartirilgani to'liq Zhongwei Zhot, ya'ni bu nimani bildiradi desanglar, shu zavod xo'jayinisini ismi ekan, hamda o'zini o'g'lini ism familiyasini qisqartirib qo'yishgan ekan. Bu yerda mana ko'rib turganingizdek, tayyor mahsulot уже yig'ib chiqarib eksportga ham tayyorlab qo'yishgan ekan. Eksportdan tashqari o'zini ham ichki bozor juda ko'p olar ekan bu mahsulotdan. Chunki juda bir sifatli, hozir sizlarga bir jiddiy naqalarini ham ko'rsatib o'tamiz. Qanaqa yig'ilgan, qanaqa zapchastlar qo'yilgan, hammasini birin-ketin ko'rsatib o'tib ketamiz. Bu yerda mana har xil 85 talik modellari, oxirida 60 talik, 75 talik modellarini ham ko'rsatib o'tamiz. Bu yerda mana kichkina ZT-30 гусеничный ekskavatorini hozir haydab tekshirishyapti. Tandirdan svejiy chiqibdi mana. Испытание qilib ko'rishyapti ishlashlarini. Birinchi shu tekis joyda испытание qilishgan. Undan keyin o'sha borib turpoqda испытание qilishadi. Bu joyda o'rtoqlar mana ramalarni bir-biriga ulab, yig'ib tayyor qilib qo'ygan ekan. Buni endi shu keyingi boksga olib o'tadi. Yig'ib tayyor bo'lgandan keyin keyingi boksga olib o'tib, o'rta kuruklarni qo'yishni boshlaydi. Bu yerda shu bir-biriga ulab tayyor qilib olar ekan. Bu yerda kichkina mini ekskavatorlarni qo'yib qo'ygan. Xullas, bu zavod o'tido noldan yig'ib chiqarar ekan. Mana shlankalariga turib hammasini tayyor qilib qo'ygan. Ramadan bir-biriga ulab chiroyli qo'yapti. Mana shlankalari. Bu yerda mana dvigatel, har xil dvigatel olib qo'yilgan. Bu zavod основной Yanmar dvigatelini ishlatar ekan. Yaponiya Yanmar dvigateli. Bundan tashqari Yuchay dvigatelini ishlatar ekan. Va yana qolgan zakaz qilinsa, yana o'sha Yaponiyaning Kubota dvigatelini ham o'rnatib berar ekan. Xitoy Xalq Respublikasining ichida apparat dvigatel ruxsat berilmagan. Apparat dvigatel faqat eksport uchun. O'shani hisobiga ko'pchilikda endi ana texnika zakaz qilganda bizda cho'zilib qolish bo'ladigan bo'lsa, o'sha bilinglar. O'sha dvigatelni zakaz qilib buni qoladi. Shansi bor.
soni hisobiga zakazli shu задержка bo'lib qolishi mumkin. Xitoy ichida endi faqat shu Euro 4 dan tepasi bo'lgan dvigatel ishlatish mumkin. Ya'ni o'sha injektor dvigatel. Apparat dvigatel shu ko'pincha O'zbekistonda faqat. Chunki bizda bilasizlar, solyarka toza emas, soni hisobiga bizda ko'pchilik injektorni xush ko'rmaydi. Krılolari tayyor, mana krılolar turibdi. Bu yerda mana har xil razmerdagi ballonlar. Reduktor moslarni qo'yib, o'tirib bir-biriga ulab chiqyapti. Bu yerda mana orqa atvallari, ekskavatorlari, atval krılolari, bu yerda mana reduktor moslari. Reduktor mostga ahamiyat berasizlar. PMD koreyskiy reduktor most hisoblanadi. Lekin ko'pchilik bizda shuni sal yolg'on ishlatib sotadi. Dosanga ham, kundaga ham tushadi. Bunaqa emas. 60 talik kunday dosaliga tushmaydi bu. Buni nishoni o'zini 60 talik zvuk ekskavatorlarga mo'ljallangan. Lekin o'sha kunda dosaniki bilan bir xil reduktor most emas. Ko'pchilik bizda shu yolg'on ishlatyapti. Dosaniki bilan, kundagi bilan bir xildir. Lekin unaqa emas. Strelalari. Mana kabinalari. Kabina qismi tayyor qo'yishgan o'zi. Provodkalarni bir-biriga ulab, ichini yig'ib, terib, oxirida bitta qilib qo'yishadi. Bunisi kichkina mini ekskavatorlar kabinasi. Hozir sizlar bilan ichkarilarni ham aylanib ko'rsatib chiqaman. Silindrlari mana tayyor qo'yishgan. Bu yerda pastki mana 80%, 90% bitgan ishi. Qo'lsani bu yerga taqib, bu yerda mana kapot qismlarini qo'yib, ekskavator yashik tashlarni qo'yib chiqarib yuboradi. Kichkina mana bunaqa mini ekskavatorlar ham bor. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bunaqalarni ham biz zakazga olib kelib beramiz. Bizda sekin talab bo'lyapti shunga. Undan tashqari o'rtoqli eslatib o'tamiz, mana ko'rasizlar, bu ekskavator rangi jigarrang. Agarda siz xohlagan rangda ham biz texnikani zakaz qilib beramiz. Farqi yo'q, qizilmi, qorami, sarimi, yashilmi, xohlagan rangda biz zakaz qilib beramiz. Bu yerda mana 150 tali ekskavator yig'ilish jarayoni. Buni ham pastga ishlamani tayyor qo'yish. Kabinasini taqib, bir-ikki joyni yopib bilan tayyor bo'ladi. Bu yerda mana 60 tali ekskavatorlar. 60 tali ekskavatorni xohlasanglar 4 ta ballonli, xohlasanglar 8 ta ballonli qilib ham zakaz qilib beramiz. Hozir biz 60 talilardan ham zakaz qilganmiz. Xudo xolasa yaqin orada kelib qoladi bizga ham. Bu yerda mana 75 tali, mana 60 taliga. Mana 60 tali уже tayyor. Bunisi ko'rib turganinglardek mexanichskiy ekan, qaychisi mexanichskiy. Bizda bilsanglar joystick orqali ochib yopsa bo'ladi-yu, bu shu holatda qotib turar ekan. Bilmadim, men uchun
sal neudobniy narsa bu. Gidravlitskiy bo'lgani yaxshi baribir. Kuzatishda davom etinglar. Hozir endi keyingi bokslarga o'tib, keyingi jarayonlarni ham ko'rsatib o'tamiz. Yana to'liq qo'shimcha ma'lumotlar berib o'tamiz. O'rtoqlar, mana bu yoq listlarni tayyor, mana bunaqa listlar olib kelib qo'yapman. Ko'rib turganingizdek hamma yo list bo'lib yotibdi. Har xil o'lchamda, har xil qalinlikda olib kelib turib, mana kesib, chizib, formasiga qarab chiqaradi. Mana bunaqa apparatga kirgizib qo'yadi, miyasiga kirgizib turib, qanaqa formada, qanaqa nima bitta listdan nechta chiqishiga qarab chiqarib beradi. Ha, formada o'lchamda mana chiqib kelaveradi. Hali aytib o'tganimdek, 0 dan mana o'zini bokslar 0 dan o'zi chiqaryapti. Mana bunaqa apparatlar ham вообще qimmat turadi. Qimmat narsa shular. Основной robot sistema bu yerda shuni yurgan odamlarning o'zi shu kompyuter miyasini o'ziga kirgizib qo'yadi. O'sha narsani kontrol qilib turadi. Bu zavod faqat texnika emas, zapchastlarni ham 0 dan o'zi yig'adi. Nasos o'zidan chiqadi. Bularning nasos o'zidan chiqadi bularni. Nasosni o'zi yig'ib 0 dan chiqadi. Bu yerda mana skeletlari. Listlarni bir-biriga ulab, svarkalar bo'lib, svarkalarni qaranglar, idealniy bo'ladi. Idealniy qilib chizilgan. Idealniy qilib chizilgan. Bir xil texnikalarni qarasanglar, o'tdan betdan o'tib tashlagan bo'ladi. Texnikaning sifatini ham xuddan bilsa bo'ladi. Tizimi robot sistema, robot o'zi ishlaydi, ko'rasan. Kompyuter miyasiga kirgizib qo'yadi, va uni robot o'zi quradi. Mana bu robotlar ham juda qimmat turadi shu apparatlar. Shuncha zavodda bo'lmaydi bunaqa narsalar. Var görünüyor. Bunlar zavod juda katta. Hammalarni o'zi ishi bilan ovora. Bu yerda mana strela, rukayatkalari. Bu yerda mana truklari. Endi kichkina ekskatorlarni. Mana bu yerda har xil o'lchamdagi kovshlar. Mini gufishniyligi, kolesniyligi.
kimdir mana atvalni bir gulab chiqadi, kimdir strelasini, kimdir rukayatchalarini. Hamma o'zini ishini bilib. Bunaqa katta zavodda yurg'ish o'zi ham bo'lmaydi. Shuncha ishchilarni ishlatib, shuncha mana bunaqa robot sistemalarni ishga qo'yish. Bu ishlar juda murakkab. Zavodda mana o'zingiz ko'ryapsizlar, qanaqa holatda yig'ilyapti. Nima qilyapti, nima qo'yilyapti. O'zingiz fikr yuritsangiz bo'ladi. Aytmoqchimanki, qanaqadir bir kustarniki zavod emas, juda katta zavod. Mana endi shu zavodga kelganimizning ham sababi shu. O'zimizning odamlarga, o'zimizning mijozlarga o'z ko'zi bilan ko'rsin, qanaqa texnika olishayotganini, qanaqa sifatli narsa olishayotganini. Shu maqsadda biz zavodga kelganmiz. Bizda endi bozorda ko'payib ketgan, bir-birini texnikasini yomonlab, sexda chiqadi, o'tda chiqadi, bo'tda chiqadi degan gaplar juda ko'payib ketgan bizdan bozorda. Shuning uchun har kimni ham gapiga ishonib ketirmaydi. O'zingizlar guvohi bo'lsanglar bo'ladi. O'rtoqlar, hozir sizlarga mana endi keyingi boksiga o'tdik. Hozir sizlarga ko'rsatib o'taman bu boksda qanaqa ish jarayoni bo'lishini. Bu yerda endi mana ko'rsatilganlari shu listlarni ulab bo'lgandan keyin shularni etaplardan o'tkazadi. Ularga tushirib, tozalab, oqlab, ko'klab, narida o'sha kraska bo'lgandan keyin qurtargan. Hozir bularni gap so'ziga qaraganda mana shu joyga tushirar ekan, listlarni shu ular tayyor bo'lgandan keyin aytaylik, masalan, orqa gruzib toshlarni mana shu joyga tushirib, kraska bo'lgandan keyin ilib qo'ygan, ilib tayyor qo'ygan. Tayyor qo'ygan, bu to'g'ri turgandan keyin shuncha shu rangiga qarab sep ko'radi. Masalan, olov rang bo'lgan bo'lsa, olov rangni sepadi, sariq bo'lsa, sariqni sepadi. Shu gruntovkalari bo'lsa kerak. Gruntovkalarni chizib, qarab, quritib qo'ygan. Bu endi krasishni отделlar. Ya'ni o'sha tayyor chiqqandan keyin mana turib nima yo'li ishlov beradi. Mana voltovkalarni, shpatlovkalarni qarab, surib, cho'tga qilib, mana shu yerda kraskalarni sepfoshardi. Liniya bo'lib qarab, mana aylanib chiqib turadi. Ko'rganinglarga. Bu yerda mana mayda shunday ko'rishlari. O'tda mana kabinalarni ko'rganinglarga tayyor olib ketishar ekan. Gruntovka shpatlovkalarni surib ma'noda ishlov berishadi. Bu ishi kam post bo'lib qolgan bo'lsa, aytaylik, kraskadan chiqqandan keyin bitta joyi qalin bo'lib qolsa, yo bo'lmasa bitta joyi yupqa bo'lib qolgan bo'lsa, yana boshqa olib turib, qatida shu nima kamchiligi bo'lgan bo'lsa, gruntovkalarni
qilishyapti. Yana boshqatdan o'sha kraskaga berib yuboradi. Xullas, mana ideal ish qilishyapti. Shuncha oldida ish qilishyapti. Ishga baho bersanglar bo'ladi. Hozir endi keyingi boksga o'tamiz.对，这个箱子正常。后面是 Mana bu upakovkalarning ichida o'rtoqlar har xil zapchastlar ekan. O'sha kichkina, ya'ni o'shani gusenichный ekskavatorlari, nasoslari, распределительlari, motorlari, gidravlический nasoslari, mana upakovkalarni ko'ryapsizlar ko'pligini. Mana shular hammasi eksport ekan. Yiliga 300 ming dona chiqar ekan. Bu degani vash o'zingizlar bilib olveringlar, xullas qanaqa gigant zavodligini. Ular hammasi shu eksportga chiqib ketar ekan bular. Mana hozir ichkarida ham bor. Har xil zapchast, generator, nasos. Yani ichida поворотный круглari bor. Mana ko'rasizlar. Hali shu o'tib o'tganimda bu yerda moldan zapchast ham yig'ishadi. Mana plan ko'rasizlar ko'pligini. Bular hammasi shu eksport ekan. O'rtoqlar, men ichkarini to'liq videoga ololmadim, chunki zapchastlarni to'liq video rasmga tushirishga ruxsat yo'q ekan. Xullas, qisqacha mana ko'rgan bo'lsanglar, zapchastlarni ham aytib o'tganimda noldan bo'lib o'zi yig'ar ekan. Shuncha mehnat, shuncha katta ilm kerak bunaqa narsa qilish uchun. Chunki uncha zavod ham bunaqa ish qila olmaydi. Har bitta bir detalni noldan chiqarish. Mana bu turgan apparatlari ham million dollar turgan apparat bular. Bunga qancha sarmoya kerak bo'ladi. Ko'rasizlar. Shundan ham turgan apparatlari juda qimmat apparat bular. Mana bu apparat ham o'sha koreyskiy Dosan apparati bo'ladi. Dosanni ham agar bilsanglar, faqat ekskavator, samosvalni emas, mana shunaqa apparatlar ham chiqaradi bular. Mana ko'rasizlar. Shuncha apparatlar, shuncha ishchi. Mana zapchastlarni qaranglar, noldan yig'adi, noldan. Xullas, videomizni minuti juda ko'p bo'lib ketib qoldi. To'liq videoni YouTube kanalimizga joylaymiz. YouTube orqali to'liq videoni ko'rishingiz bo'ladi. Detallarni ko'rasizlar, har bitta detal shu zavodda o'zidan chiqadi. Tashqaridan sotilmaydi bular. O'rtoqlar, bu yerda mana tayyor mahsulot vitrinaga qo'yib qo'yishibdi. Aslida bu yerda shu gidravlический nasos, har xil modelkalarni nasos bo'ladi. Xullas, juda katta zavod. Bu yerda hozir kech bo'lsa ham vaqtimiz yetmasa kerak. Tanamiz har bitta boksga kirmayapmiz.
zavodni boplab qo'yganini qarasanglarchi, ishlarni allambalo qilib. Shu zavoddan charchab chiqqan holatda bitta shunaqa joyga chiqib, miyani tinchlantirib, dam oltirib oladi. Orqa tomonlarini mana farq qilib qo'yibdi. Вообще gap bo'lish mumkin emas. Juda chiroyli. O'rtoqlar, bu boksda mana kabina ishlab chiqarar ekan. Kabinalarni mana ko'ryapsizlar. Kabinani ham noldan bir-biriga ulab, yig'ib qarab chiqaradi. Shoxlari, ruchkalari mana bularni ham bo'yab tayyor qo'yibdi. Bo'yab tayyor qilib, kraskaga kiritib yuboradi. Mana to'shlari go'li qoladi. Yo'qsa itlarni bir-biriga ulab olgandan keyin, shoxlarni bir-biriga ulab olgandan keyin atrof qismlari kichkina mana mayda-chuyda detallari ham o'zida chiqadi. Boshqa zavoddan sotib olmaydi. Ko'rasizmi? Gap bo'lishi mumkin emas. Ayolli ishlar. Mana bu kompyuterga kirgizib qo'yadi chizmalarini. Chizmalarni qarab kirgandan keyin robot ichkarida chizma bo'yicha ishlab chiqaradi. Chizma bo'yicha chizadi. Bu apparatlari ham, stanoklari ham juda qimmat turadi shu apparatlar. ishlab chiqariladi. Ichida detallarni ko'rasizlar. Ichida noldan qo'yapti. Zavodni egasidan so'radi, xullas shu zavodga 70 million dollar tikilgan ekan. 70 million dollar tikilgan ekan. To'lovlar. Qanaqa katta mablag' ketgan. Zavod qurish uchun, shuncha odam ishlatish uchun salkam 2000 ishchi ishlayapti. Shuncha ishchini ish bilan ta'minlab qo'yishdi. Buni ish qilish uchun juda aqlli bo'lish kerak. Lekin orqa tomoniga chiqamiz. Tamam, qimmatdan ishlayapti.
yo'qda gusnichniy ekskavatorlarni gusnichalari, roliklari. Noldan o'zi chiqarar ekan bular. Buni oldin ekskavator chiqarishdan oldin xuddi shu mana bu detallarni noldan o'zi chiqargan ekan. Keyin уже hamma narsa o'zi chiqqandan keyin bittada ekskavator qaragan. Ekskavatordan tashqari mini pogrushkani ham chiqargan bu yerda. Mini pogrushklar. Hozir yaqin orada yana boshqa texnika, ya'ni o'sha pogrushik, frontalniy pogrushik yana bir boshqa texnikalarni yo'lga qo'ymoqchi ekan. Endi hamma zapchast, hamma detal o'zidan chiqqandan keyin endi любой texnika ishlab chiqara oladi. Kuzatishda davom etadi. Qo'lda mana reduktor most ichkaridan o'sha mana hamma ichkarida yig'ib tayyor qilib yoqib chiqib qo'yarkan, komplekt qilib. O'qoli mana bu yerda tayyor reduktor mostlar sbori уже chiqqan. Mana bu ichkarida polniy yig'ib, tekshirib, давление moylarini berib, bu yerdan olib chiqib mana tayyor qo'yarkan. Brak bo'ladigan bo'lsa mana ichkarida qoladi. Bu yerga уже mana chiqarib уже million испытаниyadan o'tkazarkan mana yig'ib, sbori qilib, shu reduktor most korobkalarni sborka qilib, to есть komplekt qilib, mana bu apparatga qo'yadi. Apparat qaraydi. Mana bu yerda stendga o'xshagan joyga qo'yib turib, mana aylantiradi. Mana kompyuterda birinchi mana bu apparatni moy hayda beradi ichiga. Moy haydagandan keyin mana tekshiradi. Chapga, o'ngga qilib qo'lni aylantirib, bir tomonni qotirib, ikkinchi tomonni yurg'izib, qo'lni ko'radi. Apparatlarni o'tiga aylantirib, kardan aylanishi. Chapga, o'ngga qilib, oborotlarni berib aylantirib qo'yadi. Aytmoqchimanki, nechtadir ispitaniyadan o'tib, yig'ib bir gullab, moy berib, tekshirib ko'radi. Shlankalarida moy yutib ko'rayotgan bo'ladi. Vaqt tekshiradi. Tayyor korobkalar. Hatto nima kamchiligi bo'lgan bo'lsa, nima xatosi bo'lgan bo'lsa, hozir to'xtatib, yana boshqatdan optirib, tekshirib, yana shu kassetani boshqatdan aylanadi. Передний mana. Передний reduktor mosti, mana bu orqasi. Komplekt qilib tekshirib, 4 kilo sekundni so'nggi bosqichga o'tkazib yuboramiz.